Taxmin qilib ko'ringchi, bugun men kim bilan ko'rishdim? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, kim bilan ko'rishganimni bilib olasiz. Birinchi bo'lib yangi yo'lga ketishim kerak edi, shuning uchun Chinor metroga yetib bordim va Dilshoda bilan ko'rishdim. Dilshoda bilan ko'rishib, syomkaga bordik. Borishga borib oldik, lekin Bibisorani uxlatish bizga azob bo'ldi. Men harakat qildim, ayasi, dadasi hamma harakat qilib ko'rdi, iloji bo'lmadi. Bibisora uyg'oq, lekin biz syomka qilishni boshladik. Dilshoda ham o'zimiz farg'onalik jaydari qiz bo'lgani uchun biz Dilshoda bilan juda ham tez chiqishib ketdik. Opa-singil egizaklar deb maza qilib gaplashdik. Bugungi uchrashuvda Dilshodadan tashqari Aziza bilan tanishdim. Undan tashqari Nargiza opa bilan tanishdim. Nargiza opa juda ham samimiy inson, ko'ngilda kiri yo'q, xayrlashishni qaranglar, yurachalar qilib, yosh bolalardek harakat qilar ekan. Menga juda ham yoqdi. Xudo xolasa Nargiza opa bilan ham vaynla ishlaymiz. Shunday meni kelishda Sergeliga tashab Dilshoda bilan Shahboz aka ketdi. Men bo'lsa qanday kelgan bo'lsam, yana xuddi shunday qaytib Chilonzor tomonga yo'l oldim. Yo'lda bo'lsa meni muxlischalarim ko'rib qoldi. Ular bilan hammamiz birga rasmga tushdik. Undan keyin Chilonzordan chiqib avtobusga o'tirib Uchtepa outlet tomonga bordim. Chunki bu yerda bizning ofisimiz bor. Ofisga kelganimdan keyin shundan qornim ochuvdi. Yandexdan narsa zakaz qilib, bo'kkunimgacha yedim. Bu meni taniqli blogerlar bilan boshlang'ich uchrashuvlarim. Xudo xohlasa hali bunaqalar juda ham ko'p bo'ladi. Meni qo'llab-quvvatlaydiganlar uchun kattakon rahmat. Sizlar yaxshi ko'raman, любимчиklarim.